Barchalarga salom bola, sizlar bilan Freezy Buldirib bola. Bugun biz Buldiribda yana 50 mingga hisob to'ldirib oldik. Necha yuz chiqarishimizni ko'ramiz bola. Qanaqa qilib to'ldiraman desanglar, hisobni menyuni bosasizlar, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Sal chaproqda, o'nroqda turibdi. Xo'sh, bu yerda pastroqqa tushsanglar, mana hisobni to'ldirish bor. Shu yoqni bosasizlar bola. Va bu yerda bank kartalar, Visa, mana bank kartalardan misol uchun tashlamoqchi bo'lsanglar, sizlar 100 mingga tashlamoqchi bo'lsanglar bolalar 613 Bitcoin beradi, to'g'rimi bolalar? Xo'sh, bu promo kodga Freezy deb yozsanglar, amalga oshirishni bossanglar, sizlarga 20% qo'shib beradi, 20% omadni beradi. Xo'sh, mana misol uchun 100 mingga 613 Bitcoin bersa, Freezy tersanglar bolalar 20% qo'shib beradi, ya'ni sizlarga 150% tekinga qo'shib beradi. 750 Bitcoin bo'lib tushadi Freezy promo kod tersanglar. 750 Bitcoin tushadi. Kamida 60 tekinga berayotgan bo'ladi. Xo'sh bolalar, bu yerda vizalar bor, bu yerda Click ham bor, Paynet, Steam, kriptovalyutalar ham bor bolalar. Mana Dogus, Hamster, Notcoin. Keyin xo'sh bolalar, mana O'zbekiston ссылканы bossanglar, bu yerda har xil davlatlar bor. Bu yerda o'sha kartalar qaysi davlatda bo'lsa, o'shadan ham tashlab olasizlar. Misol uchun Argentinada viza bor ekan, bemalol tashlashingiz mumkin. Xo'sh bolalar, bu yerda Bullpass bor. Bullpassni nima qilaman desanglar, mana Bullpassga kiramiz hozir bolalar. Xuddi Bullpassda ham mana PUBG ga o'xshab RP bor. Bu yerda ham missiyalarni bajarib oshirishingiz mumkin. Case ochsanglar oshadi. Mana misol uchun menda 7 ga ozgina qoldi bolalar. Bu yerda qimmat narsalar beradi. Ko'rishingiz mumkin bolalar. Mana misol uchun 6 da manaqa meni o'chiring bor. Mana menga kaska tushgan 100 ta Bitcoinlik. Bu yaxshi. Xo'sh, bu yerda mana bu o'yinlar turibdi o'rtada. Masjidda ko'rishingiz mumkin, sapyor, g'ildirak, crashlar bor. Bemalol o'ynab oshirishingiz mumkin. Bitcoinlarni misol uchun biz ikkita qildik. Mana biz foydadamiz bolalar. Bolalar, xo'sh, bu yerda chat bor. Plus odamlar bilan gaplasha olasizlar. Menyuni bossanglar bolalar, qanaqa qilib 100 chiqazaman desanglar, mana bu yerda chiqarib olish 100 bor. Mashina bossanglar, misol uchun 98 taga 60 100 berar ekan bolalar. U chiqarib olishni bosganingizdan keyin menyuni bosasizlar, shaxsiy kabinetga o'tasizlar. Chiqarib olishlar bor mana. Keyin bu yerda 60 100 bor. Bu yo'ni nuqsalashni bosasizlar, keyin midas bo'yiga o'tasizlar, mashriga terasizlar. Unda Open Case'ga qaytdik bolalar. Xo'sh, birinchi bo'lib qaysi kesa ochamiz bolalar? Bolalar, Freezy promo kodi tersanglar sizlarga 20% sizlarga qo'shib beradi Bitcoin. Xo'sh, birinchi bo'lib bolalar aytgancha bu yerda mana misol uchun PUBG ссылканы bo'lsanglar, bu yerda Stand of Kizikga Roblox, Genshin Impact bor. Robloxda 65 taga, Roblox 43 ta beradi. Bu yerda Telegram ham bor. Telegram qanaqa qilib ochaman desanglar, Telegramni ulaysizlar va kanallarga obuna bo'lsanglar, mana bu yerda tekinga kuniga ocha olasizlar bolalar. Mana 27-15 qimmat bo'lay ham va kontakti ham bor. Bemalol o'shadan ham ochishingiz mumkin. Xo'sh, birinchi bo'lib biz har doimda dengiz maxluqidan 10 tali ochib ko'ramiz, nima tushar ekan. Tak. Mana bu bolalar bu tishlar ham bor. Qanaqa qilib bu tishni almashtiraman desanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, men tushuntirib o'taman. Keyin bolalar, bu videoga promo kod qo'yilgan, ya'ni yashirib qo'yganman. Videoni qaysidir joyda chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha qo'yinglar. Promo kod terib tekinga yashay olasizlar. Qani bo'lsa 10 talik ketdi. Tak, nima tushar ekan bolalar? No. Voy, nimalar tushib ketdi bolalar. Qaranglar, tez ochishni bosamiz. Va bizga nima tushar ekan? Tez ochishni bosdik, cho'ta va necha mayli bolalar. 110 ta Bitcoin qoldi. Xo'sh, biz endi buni nima qilaman desanglar, masliga oxirsida ko'paytirishni o'rgataman bolalar. Birinchisi shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Hozir omad keladi. Xo'sh. Tak. Bu yordamimizda ikkitali ochib ko'ramiz, nima tushar ekan. Qani ketdi bolalar. 220 kelgan bu yashiga. Ketdi, nima tushar ekan va bizga 34 ta tushdi. Tak.
cho'ti bizani yediryapti bolalar. Tak. Давайте yangi kelgan yashini ochib ko'ramiz. Nima tushar ekan, qanaqa omad ekan sizlarga men sinab beraman. Xo'sh, tez ochish ketdi. 34. 4 ta foydamiz. Tak, yana ketdi. Tak, 38 yaxshi. 3 taliga. Давайте tez ochish. 42 nechta bu? 40. Ну, 3 ta minus. O'zini qoplab berdi. Voy, bola nima tushyapti? Давайте 5 talik tez ochish. 105 ta. Voy, nimalar? Voy, vashcha zo'rdan beryapti bola. Tak, menimcha endi yedirdi. Nechta? Yedirishni boshladi menimcha. Tak, endi bez propusk. Nima tushar ekan? Va ko'rishinglar mumkin 151 nima? 75 taga ochib 151. Вообще bola. Давайте 10 talik ketdi bola. Mana shu yaxshi beryapti cho'ti. Yangi yashili ham kelgan. Yaxshi. Yaxshi. Ну, yedirdi menimcha. Yedirdi bola. Tez ochish. Давайте. Menimcha 210 ta berdi. Sezonman. Tak, nima tushdi? 120. Voy, yedirishni boshladi. Qaranglar. Endi tez ochish 75 talikdan. Tak, nima tushar ekan? 112. Yaxshi. 5 talik pulni ochamiz mana bolalar. Yaxshi beryapti. 62. Voy, mayli, ozgina minus. Tak. 137. Yaxshi. Yaxshi. Pulni 5 talik ochamiz bolalar menimcha. 53. Endi bez propusk. Xo'sh, sekin-sekin qaytaramiz bolalar. Va bizga bu yerdan sразу bu yerdan chiqamiz. Yo, to'xtalib. Mana shu oxirgisi propusk bilan ochib ko'ringlar nima tushar ekan. 58. Mana shu oxirgisi to'g'risi. Yaxshi beryapti-da cho'ti. 32. Bo'ldi, chiqamiz bolalar. 100 ta dona qoldi. Tak. Endi biza bu yoqdan Wi-Fi qo'tyapti bolalar. Давайте karalidan 2 ta ochib ko'ramiz nima tushar ekan. Tak, ketdi. Tez ochish. Nima tushsa tushdi. Voy, 245 ta. Voy, qanaqasiga Viktor tushib qoldimi? Bu nechta Viktor? Voy, 226 ta. Bolalar ko'rishinglar mumkin. O'sha balans qaytardi. Yo, bo'ldi, o'sha chiqamiz bolalar. Bitta keysda qolib ketish kerak emas. Boshqa keyslardan ham ochish kerak. O'sha erpimiz 7 bo'ldi bolalar. Yaxshi bizda. Tak, давайте animelardan ochib ko'ramiz. Yo, to'xtanglar, bizda nechta bor? O'sh 200 bitta yetmayotgan ekan, shuning uchun boshqasini ochamiz. Tak. Давайте mashina 2 ta ochib, yo, 2 taga yetar ekanmi? Yo, 2 taga yetmas ekan, shuning uchun bittalik ochib ko'ramiz, nima tushar ekan bittalik ochishdi. Yana Wi-Fi. Eng tuftasini berdi menimcha bolalar. 26. Давайте tez ochish. Voy, nima berib yubordi? Mingta. Bolalar ko'rishinglar mumkin. Voy, qanaqasiga? Voy, 120. Voy, bolalar. Конечно, bu promokod Freezy yozishinglar mumkin bolalar. Hammaliga xayr bolalar. 120 dan mingta tushirdik. Voy, vashshe bor-ku. Bolalar qaranglar. Pasidon almashtiruvchi bor bu yerda. Ko'rishinglar mumkin. Bizda Megalodon tish 478 ta bo'lib qopti. Bu yerda almashtirishni bosasizlar va hozir nima tushishini ko'ramiz. Tak, men misol uchun o'rtasini tanlayman, nima tushar ekan bolalar. Tak. Voy, 52 tekindan tekin. Voy. Qaranglar, endi qanaqa qilib buni sotaman desanglar, menyuni bosasizlar, shaxsiy kabinetda paydo bo'ladi va buni bosasizlar. Mana, ko'rishinglar mumkin. Hammaliga xayr bolalar, sizlar bilan Freezy Buldrop. Albatta Freezy promokod terishinglar esinglardan chiqmasin. Bu videoga 60 qo'yilgan va hammaliga xayr bolalar.